Xudo, nimaga endi bitta bizni kollektiv mashnaqa qilib poxodga chiqmaymiz? Hammani kollektivi chiqyapti-kanu. Rossayam chiqqim kelyapti. Uni Chinar to'yga boraman deydi. Gulhayodi qaynotasini dinraj-dinyasi ekan. Malohat Sabirovnani bitta nozik joyga taklif qilishibdi. Endi biz nima qilaylik? Bizni birov bir yerga taklif ham qilmaydi. Hech bo'lmasa shunaqa wow kartoshkalardi. Voy, mana uni achkisini qaranglar endi. Mening achkilarim bir yerga bir taqib bora, voy moshash deydi, qaranglar endi qizlar. Boraylik. Borma, voy to'pi bor ekan mana ularni. Biz hech to'pimizni ham olib bir yerda o'ynaymizmi? Yo'qmi? Shlyapalari ham bor ekan. Tushib ketasan hozir. Boraylik qizlar. Bu yozda bormasak men aniq bir narsa bo'lib qolaman. Malohat Sabirovna uyushtirmasangiz bo'lmaydi. Mana qilib biz ham boraylik-da. Buni qarang, dasturxonni gullik ekan. Voy, olmalar mayli oddiygina bo'lib, uni ko'chadan oddiy pistalarni olib, go'ralarni olib biz ham bir o'tirib kelmasak bo'lmaydi.